Hozir siz ko'radigan voqea Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida bo'lib o'tgan. Ustidan tergov qo'zg'atilgan Rahim va Gulchehra ismli ayolni prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari kasalxonadan yotgan holida olib chiqib ketishgan. Ayol negativ dasturiga avval xat yozib, o'ziga nisbatan prokuratura va departament xodimlari tomonidan tazyiqlar bo'layotganini xabar bergandi. Boysun tumani tez yordam markazida katta hamshira bo'lib ishlaydigan Gulchehra Rahimova 3 kun avval qamoqqa olingan va prokuraturadagi tergov paytida hushidan ketgan. Ayolni jonlantirish bo'limiga olib kelishgan. Biroq tuman prokurori ayolni yana zudlik bilan tergovga olib kelishlarini buyurgan. Qo'yilganmi kamera? Ha, aniqmi? Prokurorda tergovchini topshirig'ini olib ketyapti. Muhtaram prezidentimiz, ayollarga bo'lgan mana shu hurmat izzat shumi? Turmalarga odam o'lyapti, mana shunday hodisalardan keyin bo'lyapti, misallarda mana shunday hodisalardan keyin. Mana baxshilar cho'p ketyapti. Nahot 73 million uchun shunaqa odam majburiy tartibda ayol kishini olib ketsa. Menimcha odam o'ldirganda ham bunchalik militsiyaga olib ketmaydi. Qaysi yerga qo'y? Qaysi yerga ketadi? Nimaga olib ketadi? Ura cho'p ketdi, bu cho'p ketdi. Biz olib chiqyapmiz. Mana aholi juda qarang, tomosha qilmanglar, tavba denglar. Nimani tomosha qilasizlar? Xuddi bir yaxshi narsani tomosha qilishgan. Yaqinlaringiz ushlanglar, tavba denglar. Bular kim olib ketdi? Naslgan ko'taring. mana Odilni o'zi olib ketib qamashimi mumkin deyapti. Tepaga chiqib, turib joylashtiradi. Shoshma, ehtiyotmi? Sek. Tushmang. Bizlarni bildirmaydi derga. Shu mashinangiz bilan boramiz, bizlarni bildirmaydi. Endi muncha bo'lsa kelib so'ralab olsin. Chiqinglar, kim chiqadi? Shoshmang. Hey, u tarafdan chiqamiz. Chiqing, mana shu yerdan chiqing, mana shu yerdan. Ke. O'tir, chiq sur. Chiq. Yaxshi bo'lib qolma. Jo'rayga. Chiqing, yaxshi bo'lib. Chiqing. Chiq sen. Yurib ketayın. Ha? Ke.
O'chirgin. Aka, mana bu ses bering. Biz tergovga tortilgan Gulchehra Rahimovani aybsiz demoqchi emasmiz. Biz tergov organlarining qonunchilik talablarini buzayotganiga e'tibor qaratmoqdamiz. Ayol qanday qilib kasal holida so'roqqa tortilishi mumkin? Prokuror bu ayol tergovdan qochish uchun o'zini kasal qilib ko'rsatyapti